Eng foydaligi to'g'risini aytinglar. Mashinadan ko'ra velosipedda do'stlar. Na bir svetofor bor, na bir probka bor. Ketilaveradi. Chapdan o'ngga qilib do'qillarga ham tushib gaz qo'yaman, ko'chirib turaman deyish yo'q. Tor ko'chalarga ham kirib ketilaveradi bemalol. Yolg'on bo'lsa aytinglar mana. Reyslar tushib ketib qolsa bir balonni yangilaysizlar. Bitta zapchasini yangilab berdilar xolos. Baribir velosiped yetmasa kerak. To'g'ri, velosiped yetmaydi, pul yo'q ekandan keyin mashinaga. To'g'rimi do'stlar?